Ustoz kitobxonlik kursiga tashrif buyurib, bebaho bilimlaringizni biz bilan bo'lishganingiz uchun rahmat. Mana bir necha yillardan beri ushbu kursimizda ustozlarimiz qatoridasiz. Hozirgi kunda bu kabi kurslar ayol qizlarimiz uchun qanchalik muhim deb hisoblaysiz? Kattakon rahmat o'z taklif uchun. Peshqadamlar karvoni jamoasida ekanligimizdan biz ham juda xursandmiz. Imkon bo'ldi deguncha doim kelib o'z bilimlarimizni ulashamiz. Va ayollarni o'qishi o'zi butun jamiyatni islohiga sababchi bo'ladigan narsa deb o'ylayman. Oilada o'zi ikkita ustun bo'ladigan bo'lsam, qushda bir ikki qanoti kabi, biri erkak bo'lsa, ikkinchisi albatta ayol. Va ayol kishining ma'rifatli bo'lishligi bu oilani mustahkamlanishi, oila orqali butun jamiyatni mustahkamlanishiga olib keladi. Va hozirgi kunda afsus va nadomat bilan eslaydiganimiz o'sha yiliga 50 minglab ajrimlar inshaalloh ayollarning o'qishi bilan kamayadi degan rosa qattiq ishonchim bor. Ayollar albatta o'qish kerak. O'quv markazimizga kelgan paytimizda har bir o'quvchi, har bir ustoz spikerlarda, hatto har kuni qatnaydigan o'zimizda ham o'zgacha hislar bo'ladi. Bu dargohi boshqacha qanaqadir muhiti bor. Bu muhitni ko'pchilik his qiladi, deyarli hammadan, ko'pchilikdan eshitamiz bu gapni. Siz aynan o'quv markazimizga tashrif buyurganingizda nimalarni his qilasiz? Bir yaqin insonim aytgan, shu devorlar 300 yilgacha xotira saqlaydi. Ya'ni har bir narsaki o'zi ko'rgan narsaga shohidlik beradi va o'sha energiyani, atmosferani ushlab qoladi. Bu yerda endi hamma yaxshi niyatda kelgani uchun, hamma ayni ilm atrofida yig'ilgani uchun boshqacha bir yoqimli atmosfera bor. Va inson o'zini o'zgartirmoqchi bo'lsa, albatta yaxshi jamoaga, zamonaviy tilda aytganda communityga qo'shilish kerak. Bu yerda ayni shu community bor deb o'ylayman. Ya'ni atrof muhit, jamoaviy ruh insonni shaxsiy har qanaqa salohiyatidan o'tib ketadi. Ya'ni inson o'zini bir muntazamlikda, kitobxonlikda tarbiya qila olmayapti. Albatta mana shunaqa bir jamoaga, guruhga qo'shilish kerak. O'zini islohining eng oson yo'li bu. Men bu yerda o'qib shu kursni bitirgan ayollarni rosa xohlardimki, boshqalarga ham dalolat qilib, mana shunday bir ma'rifat sohibalari bo'lishiga xizmat qilishsam. Agar bu yerga sharoit jihatdan, masofa jihatdan yoki boshqa sabablar bilan kela olmaydigan ayollar bo'lsa, shu yerda o'qib o'rganganlarini albatta ularga o'rgatishsa. Agar biz gaplashadigan gaplarimizni, mavzularimizni, vaqtimizni to'g'ri narsa bilan mashg'ul qilmasak, u biz albatta noto'g'ri narsalar bilan mashg'ul qilib qo'yadi va suhbatlarimiz, holatlarimiz va jamoalarimiz umuman boshqa tomonga qarab keta boshlaydi. Mana shu yo'lda siz isloh qiluvchi bo'ling demoqchiman. Barcha o'qiyotganlarga zafarlar tilab qolamiz. Alloh taolo ilmlaringizga barakat bersin. Biz juda bir samimiyat his qilganimiz uchun doim hamma safarlarimizni shu darslarga qarab reja qilamiz deng. Xudo xolasa keyingi safarlar ham kelib shu o'zimizda bor narsani ulashishni nasib etsin. Jamoaga alohida rahmat, ustozga alohida rahmat aytib qo'ying taklif uchun. Borlaringizga shukr, biz xursandmiz. Bizni jamoani bir a'zosi va doim shu jamiyatni isloh uchun qilayotgan xizmatlaringiz haqiga duo qiluvchi bir inson sifatida ko'ringizlar. Kattakon rahmat.